Hech ijtimoiy tarmoqlardan, Google yoki sun'iy intellektdan bolalar bog'chasi nima uchun kerak deb qidirib ko'rganmisiz? Men qidirib ko'rdim va quyidagi ma'lumotlar menga chiqarib berdi. Keling, yaxshisi ular bilan sizni tanishtiraman. Birinchisi, ijtimoiy ko'nikmalar. Bolalar bog'chasida bola boshqa tengdoshlari bilan o'ynaydi, muloqot qiladi, navbat kutishni o'rganadi. Bu esa kelajakda jamiyatda o'z o'rnini topishga zamin yaratadi. Ikkinchisi, maktabga tayyorgarlik. Bog'chada bolalar raqamlar, harflar, ranglar, shakllar bilan tanishadi. Bu bilimlar maktabda muvaffaqiyatli o'qishga yordam beradi. Uchinchisi, nutq va til rivoji. Bolalar do'stlari va tarbiyachilari bilan gaplashadi. Bu esa ularning so'z boyligini oshiradi. To'g'ri va ravon gapirishga o'rgatadi. To'rtinchisi, mustaqillik va o'ziga ishonch. O'z ehtiyojlarini mustaqil bajarish, masalan, ovqatlanish, kiyinish, bolaning o'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi. Beshinchisi, ijodkorlik va fantaziya. Qo'l mehnati, rasm chizish, ertak tinglash orqali bolalar ijodiy fikrlash shakllanadi. Oltinchisi, jismoniy faollik. Ko'plab harakatli o'yinlar, sport mashqlari orqali bola sog'lom ulg'ayadi.